Taqdirimizning taqdiri haqida. Har qanday harakatning borliqqa kelishida ideya tayanch va asosdir. Hech bir harakat mayli to'g'ri yoki xato bo'lishidan qat'iy nazar ideyasiz borliqqa kelmaydi. To'g'ri harakat sog'lom unum va utuqliq natija yaratishning tub omili to'g'ri ideyadir. To'g'ri ideya bo'lmay turib, krizislarga chora tepish mumkin emas. Millat siyosiy mahkumlik, iqtisodiy bo'hron, madaniyatlashish va ilmiy chekinishdan iborat ig'ir krizislarni boshdan kechirish bilan birga majburiy assimilyatsiyalashtirishdan iborat dahshatli bir qabohatni yashab turibdi. Sebep natija qonuniy saltanat surgan bu olamda yuqoridagi oqibatlarning maydonga kelishida sabablarning rol olganligi muqarrar. G'alaba va mag'lubiyatning raqiblar orasida almashib turganligi ko'z yumg'isiz reallik bo'lsa-mu, ammo bu reallikning yuz berishini sabab natija qonuniyatining doirasidan ayirib qarag'ili bo'lmaydi. Agar asoratdan qutulish yo'lida tinimsiz harakatlarning maydonga kelishiga qaramay, izchil mag'lubiyatning mehmini bo'lib kelayotgan bo'lsak, shundaqla bu uzun yillik kurashlarimizning bugungi holati kunimizdagi tragediyalarning yuz berishiga belgilik to'salg'ulik rolini o'ynay olmagan bo'lsa, bu aniqla masalaning shoxda emas, yiltizda harakatdanmi bakrak ideyada ekanligidan darak berdi. Ochiqini aytganda, ideyadan iborat tüp omilda saqlanib kelayotgan harakat, unum va utuqning vujudga kelishiga to'salg'i bo'lg'uchi kashilalar bugunga qadar bizning o'zimizni tunish, o'zligimizni qurib chiqish, bizni bir qiblaning, bir kitobning, bir payg'ambarning, bir iqlimning mansublari sifatida tutib kelgan madaniy va siyosiy mustaqilligimizni qayta qurib chiqish yo'limizga putlukashang bo'lib keldi. Bunun içinde atalmış ilgar ve qalaqlıqqa o'xshash maddiylikni merkez qilgan suiiste'molchilik ideyalarini, jahonning kaynida qalmaslikqa o'xshash o'tmishini aslashdan, millatning tarixiy xotirasini asli keltirishdan va unutildirilgan o'ziga tava xosliqlarini bayqab chiqishdan voz kechgizib, özlükni izlash yo'limizdan yaltay turish rolini o'ynaydigan shuarlarni atalmış feodal jamiyatdan qutulish mazmun qilingan hech qanday orqaga qarab qolmay zamon bilan teng ilgirlash safsatisi qatorliqlarni alayda tilga elib o'tishga bo'ladi. Qisqasi, yuyilgan minglarning o'chirib etilganliklarini qayta asli keltirish, xotirasini, tarixini va kimligini asli keltirish, xarakterini olgan nima bo'lsa shuni urg'i chiqarib yo'qotish asoratlik hayatımızda izchil boshdan kechirib kelgan qismatimiz bo'lib keldi. Pat-pat bir qism shalg'ut zihniyatlarning tilida paydo bo'lib qoladigan pat-islamizm, siyosiy islom asliyatchiligi kabi bizga do'st emas, jov bo'lgan taraflarning urg'i chiqargan tovarlarga bozorlik tayyorlayotgan rezil kompaniyalarni obod qilib berishlarmi buning ifodalaridan albatta. Atalg'ularni birovlarning qo'yib bergan tadbiri bo'yicha sharhlab, ularning qo'yib bergan ismi bilan atab, go'yo bu atalg'ularni bö qilib ko'rsatayotgan masalaning mohiyatiga, ilmiy va siyosiy xarakteriga ularning ko'z bilan qarab urib urkitayotgan bundaq parazit ideyachilarning Uyg'urlik nomining mohiyati va xarakteriga qaraganda shakliga va atoqqa ching esilib olib turib, suiiste'molchilik tipidagi tafsilotlarni jonlantirayotganligiga qaragan vaqtda bu dal millatning xotirasining asliga kelishidan, o'tmishini va o'zini tunib qolishidan urkuydigan qari soyining qo'lidan kelganini qilish paylidan yonmayotganligidek bir reallikni ko'rib yetishga bo'ladi. Vatandan 10 yillab ayrilib yashapmi, vatanning nomini Sharq Turkiston deb atashga tili barmaydigan, atashga to'g'ri kelsimi, ikki yiniga birini qarib etib deydigan psixika orqasidami dal shu urg'i chiqarib ko'niktirayotgan qari soylarning borligini, xotirimizning asliga kelib qolmasligi, asoratdan avvalgi miroslarimizni uning haqliq egalari, mirosxo'rlari sifatida o'z ilkimizga qaytarib kelishdek eng aqalli insoniy haqlarimiz ustida tarixchilik fikir va muloyiza qilib qilishning oldini olish kompaniyalarning rol o'ynab kelganligini bugunning siyosatida ko'rib yetmak ancha tas bo'lmasa kerak. Demak, biz ana shundoq shonliq tarix yaratgan sharafli ajdodning sharafsiz avlodlariga aylantirilish xatiridan o'zimizni qutuldirib chiqargan yuzi oq ketishi uchun oqibatining mag'lub ekanligini bilib turib, avlodining yo'lini aytish yo'lida issiq qonlarni pido qila oladigan darajadagi aziyat, azimat atalarning qari yuz avlodlari yetishtirilish planidan o'zimizni kollektiv holda tartib elib chiqargan yerda emasmiz. Dinimizni tartib elib chiqargan bo'lsaqmi, zihnimiz yelam shuning istaklari bilan zarratlanishdan xoli bo'laligini yo'q. Masalan, bizga yo'qtirilgan atalmış ideyalardan ko'niliqni tashlab orqaga qaramay to'xtovsiz ilgirlash atalmış ko'nlarning izini qayta besib, ovara bo'lmaslik
Zamanğa layiqlashish, zamonaviy madaniyatning sahnasidan bir kishilik o'rni bor millatga aylanish, boshqa madaniyatlarning tasmasiga bog'lanib, beqinib yashash, boshqalarning ko'ziga issiq ko'rinadigan tarzdagi millat bo'lish, ularning istikiga rioya boqadigan musulmonlardan bo'lish, navbati kelsa atalmish ozodlik uchun dinni bir chetga qayirib qo'yish qatorliq safsatlar qaynimi bizni ichiga so'rab turibdi. Bu səfsətlər ilmi salahiyətdən, sağlam bilim qurulmadan, süzük ruhiyətdən nisibe almağan, əksi aldığımızı yasab çıxarılğan manqurt yazarmənlərinin qolunda ustunluq bilan yazılmaqda. Mana bular bizdə özümüzə vəkillik qıladigan və hər tərəfləmə mükəmməlləşkən sağlam bir ideya xəritəsinin bolmağanlığının keltirib çıxarğan aqibətləri. İniqini aytqanda bizni biz qilib qurib chiqqan haqiqatlarimizni va qurib chiqadigan dasturlarimizni yo'qitib qo'yganligimizning, buzib etilgan kimligimizni to'liq shakllantirib bo'lolmaganligimizning madaniy meroslarimiz, diniy va milliy an'analarimizni saqlashtira olmaganligimizning, yig'ib aytganda bizni Turkiya ajdodning davom qilib yaratgan musulmonlik shaxsiyatimizni bugungi Uyg'urlik engimiz bilan giralashgan holatida shakllanishi va saqlanib menishiga muyassar qilgan, bizga ato qilgan zaminning qurg'uchi,ovat qilg'uchi va adolat bilan idora qilg'uchi ilohiy o'rin bosarlik mas'uliyatini qo'limizga tutqizgan Janobi Allohning bizga baxsh etgan Qur'on va sunnatni mizon qilgan ilohiy yo'limizdan sog'lom tutqiga ega davoyimizdan adashganligimizning oqibati. Bu xil ichki yemirilishlar cho'qimki bizni ich teshimizdan qorshab tizginga olmoqchi. Olgandimi hech qachon qo'yib bermasga ilib olmoqchi bo'lganligida hamda buning razil niyatlarining qurboni qilmoqchi bo'lganlar uchun har vaqt fursat yaratib berdiganligida shak yo'q. Bugun til safoyimiz parang saviyasiga tushib qolgan, hatto o'xshash tilda paranglashib turib tushunilmaslikdan ziddiyatlashib qoladigan holga tushib qolgan bo'lsak, tafakkur tilimiz gachilashgan, tafakkurimiz mantiqlashish va cho'nqurlashishdan ko'ra mashinalashib ketayotgan aqliy safoyimiz tezlik batqiqidan chiqolmay to'lg'inayotgan bo'lsa, shuningdek maydonlarimiz atoqda bor qapoq mollalarning millatning madaniyat tarixini 70 yildan oshirmay tadqiq qilgan harom tamoq ziyolilarning qo'liga tushib qolgan bo'lsa, shundaqla milliy ma'rifimiz sistemlik tarbiya ko'rmagan ma'rifchilarning rahbarligiga tayinib qolgan bo'lsa, milliylik, uyg'urlik, musulmonlik qatorliq salohiyatlarimizning shakllanishi noahli diplomlik qari savodlarning shalg'ut ma'rifining mahsulotlarining qo'liga tushib qolgan hamda ularning ezib tushanchi berishiga qarashliq bo'lib qolgan bo'lsa, aniqki biz ömüchük to'ri holiga kelgan g'oyat zo'r krizislar vadisiga qapsilib qilish hodisasiga duch kelib bo'ldik. To'rlashgan bu krizislardan bo'sib chiqmay turib, uning bog'liqlaridan yeshinmay turib, biz kutayotgan ideya qurilmasini barpo qilish faqatli tush xolos. Sharqning buyuk faylasuflaridan Jamoliddin Affoni shunday aytdi. Bir millatning tili bo'lmay turib, birligi barpo bo'lmaydi. Tarixiy bo'lmagan millatning tili yo'qaydi. Agar millatda yurt makonlarni muhofazat qiladigan, millatning shonliq tarixiy izlarini yangidan qurib chiqilgan avangardlari bo'lmaydi ekan, muhaqqaqki u millatning tarixi yo'qaydi. Ko'rinib turibdiki, agar biz mavjudligimizni saqlaymiz deyotganmiz, paranglashishni g'oya qilgan grammatika va leksika qismidan olqimaydigan ona til savdoligiga qamilib qolmasligimiz kerak. Biz navbatda birlikimizni qurib chiqadigan tafakkur tiliga muhtojmiz. E'tiqodimizni, madaniyatimizni cho'nqurlashtirib, tushunaladigan tafakkur tilini shakllantirib chiqishga ehtiyojlimiz. O'xshamagan fikrlarning qurshoviga tushib qolgan bizlarga tafakkurimizni gallashtiradigan o'zaro majroga so'rilishiga va bir-birimizni qarlashga asqatadigan til bizga kerak emas. Bizga aqliy til kerak. İlim tili, tefekkür tili, diyalog tili, logik tili kerak. Shundala bu birlikni qurish yo'li ravonlashidu. Sog'lom ideyami barliqqa keladi. Biz buni ishga oshiramiz deydiganmiz, har qachon buning salohiyatlik odamlarga hojatimiz tushadi. Agar aramizda haqiqatan salohiyatliklar bo'lsa, undaqlarni desteklashni bilishimiz, ularning yo'lini etishni, xizmatlarini qo'llab-quvvatlab berishni kechiktirmasligimiz kerak. Hatto biz shundaqlarning yetishib chiqishi uchun qo'limizdan kelganini qilishga majburmiz. Ajdodning haqiqat ochiq, mevasi tatliq degan hikmatlik so'zining tagiga yetadigan bo'lsak, shuni anqirib yetishimiz kerak. Agar biz kelajagimizni o'ylasak, ko'zimizning yo'rqida ikkinchi bir avlodning davri kelishdan burun cho'qim bizni bir tutqu atrofiga yig'alaydigan sistemlik bir andiza, sog'lom ideya xaritasi qurib chiqishimiz zarur.
undaq qilolmay ketib qoldikanmiz, taqdirimizning faqatla siyosatchilarning qurbonligi bo'lish qismatidan qutula olishi, shaxmat taxtasida peshka bo'lish holatidan qalqib chiqib ketalishi mumkin emas. Aql boyligimiz bo'lmay, jon sonimizning ko'payishi bizni hech qachon olg'a bostirmaydi. Shundaqla aramizda millatning moddiy va ma'naviy boyliqlarini qizib chiqadigan, ularning unutilgan xotirasini asliga keltirish, ularga aslini tunutish yo'lida borliqini ataydigan avangardlar maydonga kelishi kerak. Mutaxassislik, mutafakkirlik salohiyatini qo'lga keltirgan avangardlar olimlik, oriflik maqomiga yuksalgan yo'lboshchi sarkilar maydonga kelmaydigan, ularning yo'li ochilmaydigan, siyosiy munqarizlikdan qutulish u yoqda tursin, naslimizning qurib tugishi faqatla vaqt masalasi bo'lib qoladi. Bunun bilan birga yana faqat o'zimizga emas, insoniyatga hassi yetgan shonliq madaniyatimizning izini o'chib tugishi faqatla tarixiy kitoblarda zikr qilinishdan ortiq qimmati bo'lmagan o'lik bir narsaga aylanib qolishi turg'anli gap.